navbatdagi trenirovkamizni boshlaymiz. Birinchi bo'lib jim gantel qilamiz. Tekis. Ketdik. Bismillah. Davay, qani. Qo'l mana bunday turadi. Tirsay oldiroqda. Aha. Ketdi. Ha. 2. Bu mashqimizni 4 podxod 12 tadan bajaramiz. Texnikaga e'tibor beramiz. Kontrol qiling. Bir xilda tushibsiz. Xo'p, keyingi mashqimizni 45 gradusli jim lojada qilamiz. Naklon bu shtanga bilan bo'ladi. Aha, o'ziga moslab. Let's go. Bu mashqimizni ham 4 podxod 12 tadan bajaramiz. Ives qo'shib boramiz. Keyingi podxodlariga. Voy. Xo'p, qalay hissiyotlar? Zo'r. Normalmi? Cho'tki ketyaptimi? Cho'tki. Voy. Do'stlar, aka kuldiryapti. Cho'tishib qolyapsiz, nima? Ancha ishlayotgan eslarimiz yengillashib qoldi. Ha, zo'r aka. Boshidan ko'ra yaxshi. Og'irlarimiz ancha o'sib qoldi. Xohlasa rezultat bo'lyapti. Sekin-sekin bo'ladi. Kuzatib borsalar, rezultatlar ko'rasizlar bitta-bitta. O'tkazib bormanglar. Muhimi cho'tki yeb bersiz. Vitamininlar ham ishtahalar ochildi, zo'r. Ishtahalar ochiladi sekin-sekin. Bu mashqimiz bajarib bo'ldik. Endi keyingi mashqimizga o'tamiz. Babichka bilan grudni ochib olamiz. Let's go. Skamikani ham chiqib olasiz. Chiqib oling. Davay. O'rgatganimdek tirsak teparoqda bo'ladi. Bukib yormaymiz. Nomiga bukilib turadi. Oyoq tirab. Buni ham 4 podxod 12 ta 15 tadan bajaramiz. Yana ham. Olib keling. Ha. Olib keling. Yep. Sekinroq qaytaramiz. Maksimum cho'zamiz. Xo'p, bu mashqimizni ham tugatib oldik. Endi hammerga o'tamiz. Grud tepa qismiga ishlaymiz. Qani? Aha. Cho'tki. Tirsaymiz pastroqda. Bu mashqimizni ham 4 podxod 12 tadan yo 15 tadan bajaramiz. Muhimi har bitta podxoddan nima deydi? Atkazgacha borish kerak. Odamni qiynash kerak. O'shanda keyin rezultatga erishadi. Yep. Voy. Ha. Nechta bo'ldi? Sekin. Sanaganim yo'q. Nima bo'ladi? 12. Tirsay. Ha. Sekin tushiramiz. Yana bitta. Davay. Sekin o'z tushing. Sekin tushiring. Bo'ldi. Shu bilan grudga mashqlarimiz tugadi. Endi qo'l orqasiga o'tamiz. Hop, keyingi mashqimiz trosda trisepsga bo'ladi. Qo'l orqasiga. Bunda tekis nimada ishlaymiz? Halkada. Oldroq yurib olamiz. Aha. No'nqayib olamizda. O, let's go. Tirsak jildirmaymiz. Telefon qo'yib qo'yaman mana shu yerga.
Da. Mana shu tizga. Pastga tushamiz. Ha. Davay. Qisamiz, sekin chiqaramiz. Qisamiz, sekin chiqaramiz. Do'nqaying. Ha, qisamiz, sekin chiqaramiz. Bu mashqni ham 4 подход 12 ta 15 tadan bajaramiz. Yaxshi. Ancha qo'l kelishib qoldi. Texnikalar yaxshilanib qoldi. Yo'q. Keyingi mashqimizni boshlaymiz. Bu arqonda bo'ladi. Qo'l orqasiga juda effektiv mashqlardan biri hisoblanadi. Buni ham 4 подход 12 ta 15 tadan ishlaymiz. Ha. Pastga tushamiz ishchi. Ha. Tirsakni aqa-baqa qilmaymiz. Ha. Chotki. O'zi mana tirsaklar ham ancha, tirsaklar deyman, tritsepslar ham ancha bo'linib qolibdi. Yaxshi. Buni vesini yengilroq qo'yamiz, chunki qiyin edi bu. Ha. Tirsak. Ha, ko'ti chiqarib tirsak. Davay. Nechta bo'ldi? 11, yana bitta. Xo'p, shu bilan bugungi mashg'ulotimiz tugadi. Bizni kuzatib boringlar. Bundan-da foydali kontentlar chiqaramiz, albatta, xudo xolasa. Iyi rezultat ko'rib olasizlar.